Qırğızistan Uyghur İttifaqı Cəmiyyətinin rəisi, Beşkəkdəki Mədinə bazarının xo'jayini, Qırğızistan parlamenti yuqori kengashining sobiq a'zosi Tursunay Salimov 9 oktyabr kuni Qırğızistan doiralari tarafidan qo'lga olingan. Tursunay Salimovning 7 oktyabr kuni Qırğızistan Davlat bexatarlik komiteti xodimlari tarafidan tutqun qilinib, 9 oktyabr kuni Beshkekning Pervomayskiy rayonlik sud mahkamasiga chiqarilganligi va sudning uni bu yil 9 dekabr kuni keyingi bosqichlik sud ochilguncha turmada tutib turishni qaror qilganligi bildirilmoqda. Tursunay Salimovning tuyuqsiz qo'lga olinishi muhojiratdagi Uyg'urlarning alohida diqqatini va andishini qo'zg'adi. Tursunay Salimovning texi bu yil 3-oyda Qirg'iziston Uyg'urlarining birdan-bir qonunliq ommaviy tashkiloti bo'lgan Uyg'ur Ittifoqi jamiyatining raisiga saylanib, 6 oydan keyin tuyuqsiz qo'lga olinishi diqqat qo'zg'amoqda. Sürgündəki Şərqi Türkistan hökuməti 78-ci növbətlik BDT Ümumi Məclisi və onun əza dövlətlərə ciddi müraciət qılıb, Xitayning Uyğur, Qazaq, Qırğız və başqa türk xalqlarga qartılğan irqiy qırğınçılığını to'xtatish uchun jiddiy və həll qilish hərəkət qo'llanishni talab qildi. Bayonotda Xitayning Şərqi Türkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligini davrimizdagi eng ta'xirsiz insonparvarlik krizisi deyishga bo'ladi. Xalqaro jamiyatning gazgacha jimjitligi va harakatsizligi Uyg'urlarga emas, balki bizning o'rtaq insoniy vijdonimizga xiyonat qilganlikdir deyildi. BDT Umumiy Kengashiga a'zo davlatlar 10 oktyabr kuni ovoz berib, Xitoyning kishilik huquq kengashining a'zoligiga qayta saylagan. Buningdan burun kishilik huquq tashkilotlari BDT Umumiy Kengashining a'zolarini Xitoyga bilet tashimaslikka chaqirib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotgan Xitoyning BDT kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lishiga loyiq emasligini bildirgan edi. Lekin BDT Umumiy Kengashiga a'zo 193 davlatning ovoz berish natijasidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy 10 oktyabr kunidagi bilet tashlashda kishilik huquq kengashining Osiyo Tinch okean rayonidan bo'sh qolgan 4 o'rinning biriga qayta erishgan, lekin Rossiya qayta saylanmagan. Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atriti Janubiy dengizdagi Filippin dengiz armiyasiga tava urush paraxotini ikki davlatning egilik huquqi talash tortishi bor bo'lgan Scarborough atrofidagi dengiz tavaligidan chiqarib o'tganligini e'lon qildi. Dengiz qirg'oqi muhofazat atritining bayonotchisi bayonotida Filippin urush paraxotining Xitoylar Huangyan oroli deb atalgan rayonga yaqinlashganligini bayon qildi. Filippin bosh boshlig'i doiralarining bu voqeani tekshirayotganligini, ammo buni haqiqiy voqea emas, balki Xitoyning tashviqoti deb o'ylaydiganligini bildirdi. Xitoy doiralari davlat tantarbiya bosh idorasining muavin ministri, Xitoy futbol federatsiyasining sobiq ijroiya amaldori va xalqaro futbolchilar birlashmasining a'zosi Du Kaokeyni qo'lga olishga buyurgan. Egilinishcha, Xitoy bosh taftish mahkamasi 2023 yil 10 oktyabr e'lon qilgan bayonotida Kaokeyning pora olganlik uchun qo'lga olinib, o'lim jazosi ijro qilinadiganligini e'lon qildi. O'tgan yil 9-oyda Xitoyning sobiq adliya ministri Fu Jinhua poraxo'rlik jinoyati bilan o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosati yuqori darajalik vakili Josep Borrell Israilning bombardimon qilish natijasida G'azada 150 ming kishining uy makonlaridan ayrilganligini, ig'ir insonparvarlik vaziyatining Falastin xalqiga texnik ko'p yordam talab qiladiganligini ta'kidladi. Josep Borrell Israil-Falastin to'qinish to'g'risidagi sin yig'ini orqali o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrlarining rasmiy uchrashuvidan keyin axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Turkiya bilan Italiyaning 2032 yillik Yevropa futbol lavha talashish musobaqasiga birlikda sohibxonlik qiladiganligi e'lon qilindi. 2028 yillik musobaqa bo'lsa Angliya va Irlandiya Jumhuriyatida o'tkaziladi. Musobaqalar har bir davlatdan 5 dan bo'lib, jami 10 tan tarbiya sarayida o'tkaziladigan bo'lib, 2026 yil 10 oygacha bekitiladi ekan.